Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari va yangi kelgan mehmonlar. Quyidagi buyurtmamizni qisqacha ma'lum etsak, ayollar kiyimi do'koniga polka qilib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Polka ham xohlagan razmerda o'zgaradigan polka. Ya'ni bu uloqlarimizni bekitish uchun nima qilgan? Mana shu relis orqali har 5 yoki 10 santimetrda polkani qo'zg'atishimiz mumkin. Xuddi mana bu holatda. Hop. Ko'rishingiz mumkin. Mana tepasidagi polkamiz bu. Hop. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, kiyimlar taxlanganning sababi video olishga ulgurmay qoldik. Kechki payt kelib video olyapmiz. Mana ichki holatlarim. Eng asosiysi buyurtmalari ma'qul keldi va juda ham xursand bo'ldilar. Aytganlaridek qilib berdik. Mana polkalarni. Xo'p, hamma narsa tilla rang qilingan. Xo'p, bizni kuzatishda davom eting. Video yoqqan bo'lsa do'stlaringizga ulashing, like bosing. Bu esa joymonchamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.